Qanday hollarda tibbiy jihozlarni ro'yxatdan o'tkazmasdan O'zbekiston Respublikasi hududiga olib kirish mumkin? Yangi tartibga muvofiq quyidagi tibbiy jihozlarni ro'yxatdan o'tkazish talab etilmaydi. In vitro tashxis tibbiy jihoz to'plamiga kiruvchi, mustaqil ravishda tashxis vositasi bo'la olmaydigan reagentlar, individual buyurtma bo'yicha ishlab chiqariladigan tibbiy jihozlar, eksport uchun mo'ljallangan tibbiy jihozlar ariza beruvchi xohishiga ko'ra ro'yxatdan o'tkazilishi mumkin. Orfan kasalliklariga tashxis qo'yishda va ularni davolashda qo'llaniladigan tibbiy jihozlar importi, o'ta xavfli infeksiyalar, shuningdek epidemiologik jihatdan xavf tug'diradigan infeksiyalar profilaktikasida, ularga tashxis qo'yishda hamda ularni davolashda qo'llaniladigan va O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi buyurtmasi bo'yicha import qilinadigan tibbiy jihozlar importi ham davlat ro'yxatdan o'tkazilmagan holda amalga oshirilishi mumkin. Shuningdek, tashqi beg'araz ko'mak hamda insonparvarlik yordami sifatida olib kiritilayotgan tibbiy jihozlar davlat ro'yxatidan o'tkazilmasdan O'zbekiston Respublikasi hududiga kiritilishi va ulardan foydalanilishiga ruxsat berilishi mumkin.